To'g'risini aytaman, zerikarli bo'ldi. Bundan ham kuchli, bundan ham ko'proq so'zlar yodlab olishimga endi ishondim. Assalomu alaykum, natijani kutayotganlar. Bugun qattiq dars bo'ldi. Kunni yakunlab oldik. Mana juda qiziq bo'ldi. Boshida jicha to'g'risini aytaman, zerikarli bo'ldi. Odat shakllantirishda o'tdik. Hayotimni o'zgartiraman deb chirinib harakat qilish bu xato ekan. Hayotimizni o'zgartiramiz deganimiz befoyda. Biz odatlar shakllantirib, odatlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Masalan, telefon o'ynash juda oddiy odatda bu odat. O'ylanib o'tirmaysiz, telefon o'ynasammikin, o'ynamasammikin, Instagram ko'rsammikin deb o'ylanib o'tirmaysiz, chunki bu oson, rohat, qo'rquvsiz bo'ladigan ishlar. Ikkinchi darsimiz xotira testi bo'ldi. O'ta ustozim aytdi, dabdala dedi, xotira testi. A nuqta hozirgi holatim, B nuqta shu 7 kun ichida, 6 kun ichida natijam. 5 minutda so'zlardi mana A nuqtadagi holatlar mana 11 ta, raqamlar 15 ta, xorijiy so'zlar 13 ta bo'lgan. 6 kunda shu natija qilib qo'ygan edim. Lekin mana zanjir usuli, mana lakasiya usullaridan keyin meni qarorim o'zgardi. 30 ta ishmas ekan. Вообще tezda yodlab qo'yishim mumkin ekan. 40 tani 15 minutda bemalol yodlasam bo'lardi ekan. Mana birinchi darsda o'zida 11 minutda 40 tani ikkita so'z xato bo'lib qoldi. Yodladim zanjir shu bog'lash usuli orqali. Lakasiya usuli ham juda zo'r ekan. Hozir uyga necha tartibsiz natolishim misollar lakasalar qo'yib chiqdim, televizorni yoni, tarozini yoni, jaynamozni yoni qilib, hali ham esimda. Nechinchi lakasaligicha esimda qolgan. Xotirani ishlash prinsiplarini o'tdik mana. Qayta takrorlashda bu yerda yodlanmaydi ekan. To'g'risini aytaman, zerikarli bo'ldi. Natija qilmadim. Keyin уже haligi so'zlarni mana ko'prik arqon bilan bog'langan va zanjir usullarini o'rgangandan keyin mana lakasiya zanjir usullarini o'rgangandan keyin уже o'zim ham qilib ko'rgandan keyin natijani ko'rganimdan keyin уже qiziqish yana ham oshdi. Demak, men bundan ham kuchli, bundan ham ko'proq so'zlar yodlab olishimga endi ishondim. Endi xudo xolasa bularda yana jicha takomillashtira olish kerak, miyani уже qiynab olish kerak, miyani qiynab xotirani kuchaytirish kerak. Xuddi zalga chiqqanda tosh ko'tarib muskullarni o'stirgandek, miyani ham qiynab xotirani kuchaytiramiz xudo xolasa. Hammaga omad, kuzatishda davom etinglar, yana natijalarni tashlab boramiz.